Mana akamiz Pastdarg'om tuman hokimining zami. O'zlari shaxsan to'xtab, qayerdansiz aka? Yo'l chetroq o'ting. Aka, yo'llaringiz oq bo'lsin, yaxshi borib keng, ziyoratlar qabul bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir bir akani ko'rib qoldim yo'lda. Umraga ketyapti velosipedda. Mana odamlar ham to'xtab, mashinalar ham to'xtayapti. Tuman hokimining zami ekan mana. Sherali aka, tuman hokimining zami. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimiz? Sherali aka, assalomu alaykum. Qachon Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nasib bo'lsa umraga. Iloyim yaxshi borib keling. Sog'lik, salomatlik, mana kam bo'lsa ham olib qo'yasiz. Yo'lda cho'ypoy ichasiz. akamiz Samarqand shahridan chiqib, umraga ketyapti. Alloh shahriga aros bo'lsin. Aka, yo'llaringiz oq bo'lsin, yaxshi borib keng, ziyoratlar qabul bo'lsin. Mana akamiz Pastdarg'om tuman hokimining zami. O'zlari shaxsan to'xtab. Hanga vaqtlashish, shoshyapti. Tuman hokimining zami mana ketdi, shaxsan o'zi to'xtab, akamizga oq yo'l tilab baqildi. Qaysi tuman hokimi demoqchi bo'lsangiz, oydinlik kiritmabman. O'yna yo'q. Bu Samarqand viloyat Pastdarg'om tuman. Pastdarg'om tuman hokimini Sherzod Rahmonov hokimimiz, Pastdarg'om tuman zami. Sherali aka hozir familiyasi esimdan chiqdi to'g'rirog'i. O'zlari shaxsan to'xtab, hozir birga tasodifan to'g'ri kelib qoldik. Iloyim mana akamizni safarlari ijobat bo'lsa, mana yana to'xtab pul berib ketyapti. Bitta Cobalt to'xtab mana. Akamizga ish qilib, Alloh sabr bersin. Yo'llari oq bo'lsin, iloyim. Safarlari bexatar bo'lsin. Hammamizga ham nasib qilsin shu umraga borish. Akamiz mana velosipedda yo'lga chiqibdi. Chiqib niyat qilib yaxshi niyatda mana yo'lga chiqibdi akamiz. Chiqib nima deydi? Ziyoratlari qabul bo'lsin. Haqiqiy qarang, velosipedda borish ancha munchasiga emas. Shu akamizni haqqiga duo qilib qo'yingizlar. Yo'lda ko'rsalaringiz shu akani hozir mana nima tomonga qarab ketyapti? Navoiy tomonga qarab ketyapti. Ko'radigan bo'lsalaringiz shu akani yo'lda video qilib bersalaringiz ham, tashlab bersalaringiz yana ijtimoiy tarmoqqa qo'yib beraman. Iloji boricha ko'rib, men to'g'risi yonimda ozroq bor edi, bo'lmasa ko'proq pul berardim. Hozir ozroq berdim. Iloji bo'lsa yo'lda yordam qilsalaringiz yaxshi bo'ladi. Baribir yeb ichishi bor. Agar kimda bir imkoniyati bo'lsa, yo'lda ko'rsalaringiz, choyxonalar bor, boshqasi bor, issiq choy ichirib nima qilsalaringiz bo'lardi. Savobi tegadi akalar, ukalar. Men o'zimda to'g'risi yonimda yo'q edi hozir, tasodifan bir joyga keldim, ko'rib qoldim. Iloji bo'lsa ko'rib, bir nima deydi, bir piyola choy ichqizib jo'nataversangiz, hammalaringiz kim ko'rsa yo'lda juda katta savobi tegadi. Shu kishini umraga borgan savoblari ham hammamizga tegadi. Akalar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Ko'rishguncha